Аңлаватқанымыз Әрдәм частотасы. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 8 iyun yakshanba. Erdem chastotasiga xush keldingiz. Men Erdemjon. Oldingi 2 hafta kompyuterimdan kashli chiqib qolish sababi bilan mikrofon oldiga kelolmadim, shunga hammalardan uzr so'rayman. Yo'qab ketdingu, programmang to'xtab qoldimi? Yana davom qilsa bo'ladi degandek so'zlarni angladim. Izdirkimni qilgan hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat amsa. Sözümüzge qaytib kelsak, bugün sizlarga birinci bulup, egiz paşnılık oyoq to'g'risida siz anglab baxmagan nuqtalarni tayyorladim. Amsi diqqatingiz tuanda bo'lsin. Egiz paşınlıq oyoq asosan xonim qizlar kiydigan bir xil oyoq turi. Egiz paşınlıq oyoq ayollarni egiz ko'rsatib, kishilarni o'ziga jalb qilish tuyg'usini qo'zg'aydi. Egiz paşınlıq oyoq kiygan chaqda put kaynigi so'zilib tik turadi. Shuning bilan qadam oraliqi kichiklaydi hamda kossi qismi qo'rilib, ko'ksi oldiga chiqib, ayollarning figurini chiroyli ko'rsatadi. Egiz paşınlıq oyoqning kelish manbasi to'g'riliq amundaq ikki xil ko'z qarash bor. Birinchi xil ko'z qarash bo'lsa, Venetsiyalik bir savdogar nihoyat chiroyli ham kishini maftun qildigan bir ayolga o'ylinibdi. Bu savdogar doim sirtda savdo qildigan bo'lg'achqa, ayolining sirtga chiqib ketib romantik yurishidan to'limi ansiraydi ekan. U yomg'irliq bir kuni ko'chada ketayotsa, pashnisiga bir moncha loy chaplashib qilib, yo'l yurishi qiyinlashibdi. Savdogar buningdan ilhomlanib, darhol mozdozga pashnisi nihoyat egiz oyoqdan bir necha ko'zib beribdi. Venetsiya suv shahri bo'lg'achqa, kema asosli qatnash qurol ekan. Shuning uchun savdogar xotinini egiz pashnaliq oyoq kiyib olsa, sakrash to'xtasidan o'tolmaydi-da, shuning bilan xotinim uydan sirtqa chiqib ketolmaydi deb o'ylabdi. O'ylamagan yerdan uning xotini bu oyoqni kiygandan keyin intayin yangilik his qilib, ishlamchining hamrohligida kemaga chiqib tushib yurib, hamma yerni sayohat qilibdi. Egiz pashnaliq oyoq uni texmi go'zallashtiribdi. Yo'llarda uni ko'rganlar egiz pashnaliq oyoq kiyib yursa, turqi chiroyli bo'ldi ekan deyishdi-da, moda qo'g'ilishadigan xonim qizlarmi uni do'rab kiyishga boshlabdi. Shuning bilan egiz pashnaliq oyoq tezdan hamma yerga tarqalgan ekan. Yana bir xil qarashda egiz pashnaliq oyoq balit oyig'idan o'zgarib kelgan. Uni Fransiyaning Ordi saroy kiyim-kechak lohiyalaguvchisi kashf qilgan deyilgan. 1581-yili Fransiya xon ordisida tunji balit usulliq teatri, xonishning komediyalik balit teatrini o'ynab chiqqan. Shu chaqda balit oyig'i egiz pashnaliq edi. Uning pashnisi egiz bo'lganlikdan artistlar putining uchida matdi. Balit artistlari bu xil oyoqni kiyib, kepinakdak to'lg'inib usul o'ynab, kishilarni maftun qiladi. Louis 14 davriga kelgan chaqda bo'yining egizligi oran 1 metr 54 sm keldigan bu podshoh o'zining bo'yining egiz ham hayvatlik bo'lolmaganligidan parishon bo'lib, yolg'on chach kiyib olgan ekan. Keyin u yana o'zini texmi egiz hayvatlik ham obro'yli ko'rsatish uchun oyog'ining pashnisini egizlatib, uni qizil rangda bo'yab, o'zining podshohlik salohiyatini namoyon qildi. Bu ikki rivoyatning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, egiz pashnaliq oyoq kashf bo'lgandan keyin nihoyat tezla kishilarning qarshi ilishiga erishibdi. 17-asrdan boshlabla cho'ng ko'chalarda o'xshashli bir xil nusxadagi egiz pashnaliq oyoq kiyib ketayotgan kishilarni hamma yerda uchratishga bo'ladi ekan. Hozir shakli har xil fasondagi egiz pashnaliq oyoqlar davr kiyim-kechikining muhim omili bo'lib qoldi.
yuqorqi mazmunni yoqtirib anglaydi deb faraz qildim. Amsi parangimizni davom qilaylik. Amerika tibbiy olim mutaxassislari uzun yil tadqiq qilish orqali ayolining chiroyi, erining mijoz xarakteri va uning tutgan pozitsiyasi bilan zich munosabatlik bo'ladiganligini bayqagan. Mutaxassislar mundaq deb qaragan. Birinchi, uchuq yo'ruq, oson ochiqlanmaydigan erlar ko'p hollarda ayoliga yo'l qo'ydi. Bundaq erlarning ayollari mayli oilada bo'lsin va yoki sirtda bo'lsin erkin bo'ldi. Şunlaşqa uçuq yo'ruq oson ochiqlanmaydigan erning ayolining terisi noit siliq, yumran bo'ladi. Chiroyi doim nurliq ko'rinadi. Ikkinchi, ichmijaz, gapi oz, ichi tor erlar ko'pincha hollarda ayoliga ancha ko'ngil bo'lib ketmaydi, ko'yinmaydi. Bundaq erlarning ayollari doim g'amkin yurdi. Tushkun, g'amkin bu ayollarning terisi yirik, dog' ko'p bo'lib, chiroyi xunuk ko'rindi. Üçüncü, qo'pol, mijozi o'sal, ko'yimsiz, kunlamchi, doim ayolini ayıplab, tillaydigan erning ayolining terisiga doim seriq, kulrang dog'lar tushadi. Terisi nursiz bo'ladi. Bundaq ayollar oson qeriydi. Chichi, baldurli oqarishga boshlaydi. To'rtinchi, taloq qaraydigan, doim uyga qaytmaydigan, ammo uyga qaytganda ayolining ko'nglini ilib olaydigan, ammaviy so'rinlarda boshqalarga ayoli bilan nihoyatda inoq ta'sir beradigan erlarning ayollarining terisi yuz muskuli oson bo'shab ketadi. Ko'z atrofiga oson qo'riq tushadi. Salomatligi ham nacharroq bo'ldi. Ular tez o'ruqlab, osonlik qerib ketadi. Yuqoridagi mazmunni anglab o'tdik. Ayollarimizga, qizlarimizga, onalarimizga ko'yinish, asrash biz yigit bo'lg'uchilarniki bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati va yuksak sha'nu shavkati deb o'ylayman. Qarindoshlarım tövəndə biz xotan tağ naqshlardan huzur alğaç bugünkü san programmani mushu yerda tugutishni to'g'ri ko'rdim. Kelarki sondagi yangi qiziqarli mazmunlarga ishtiyoringiz bo'lsa, diqqatingiz programmamda bo'lsin. Xayr, omon bo'ling. Yarene kalma
Aşnan ömrağın dostum sar Aşnan ömrağın dostum sar Yüreğim o yarine kalma kıymalık yeter Anlavatqanımız Erdem Çastosi.